Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi darsimizda inshaalloh sizlar bilan birgalikda shikoyat xatlari haqida batafsil tanishib o'tamiz. Shikoyat xatlari qanaqa yoziladi? Bu rasmiy uslubdagi xatmi, norasmiy uslubdagi xatmi? Shular haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lar ekanmiz. Shikoyat xatlari imtihonda beriladigan, imtihonda sizga topshiriq beriladi. Birinchi qismda xat yozish topshirig'i. O'sha topshiriqda berilgan vaziyat bo'yicha biror mahsulot yuzasidan yoki xizmat yuzasidan siz norozi ekanligingizni ifodalovchi rasmiy xat turi ekan. Bu rasmiy xat yozishingiz so'ralishi mumkin imtihonda ham. Ushbu xatda siz qanday muammoga duch kelganingizni, ushbu muammo sizga yoki atrofdagilaringizga qanday ta'sir qilayotganini va sizni qoniqtirmagan tegishli kompaniya yoki tashkilot yoki shaxsdan nima qilishi lozimligini yozishingiz kerak bo'lgan xat turi va ana shikoyat xati ekan. Shikoyat xatida demak siz nima qilar ekansiz? Rasmiy xat yozar ekansiz. Biror mahsulot yuzasidan, xizmat yuzasidan norozisiz. O'sha noroziligingizni izhor qilib xat yozar ekansiz. Hatto o'sha asosiy ko'pincha hatto o'sha muammoni sharhlaysiz. Muammo sizga qanday ta'sir qildi? Masalan, kompyuter olganingiz, endi ish boshlayman desangiz, kompyuter ishlamayapti, ishingiz kech qolib ketdi, misol uchun. Endi nima bo'ldi? Endi muammo yuzasidan endi siz muammoni ko'tarib chiqqaningizdan keyin endi sizdan o'zingizni qoniqtirish uchun biror bir tegishli chora-tadbirlar ham talab qilishingiz mumkin. Pulimni qaytar, yoki boshqasiga almashtirib ber kabi gaplarni ham aytishingiz mumkin ekan. Shikoyat xatiga misol ko'ramiz. Innaka safarta ila madinatin ukhra wa hajazta iqamatan fi funduqin li muddatin usbu'. Demak, siz boshqa shaharga safar qilibsiz va u yerda bir hafta muddatda yashash uchun nima bron qilibsiz? Mehmonxona bron qilibsiz. Aynda vusuliga yetib kelgan vaqtingizda اكتشفت أن الخدمات التي يقدمها الفندق لا تتطابق مع ما تم الإعلان عنه على الموقع الإلكتروني. lekin siz yetib borgan vaqtda mana siz kashf qildingizki, anglab yetdingizki, mehmonxona taqdim etayotgan xizmatlar la tatatabaq demak mos kelmas ekan. U haqida elektron tarmoqda e'lon qilingan narsaga mos kelmas ekan. Uktub risalata shakwa ila idoratil funduq. Ya'ni mehmonxona idorasiga shikoyat xati yozing. Va fi risalatika, sizning xatingizda bo'lishi kerak ekan. Arif an nafsika va shrah tafasil hajzik. O'zni tanishtirib o'tishingiz kerak ekan va bron haqida tafsilotni bilan sharhlashingiz kerak. Uzkur bitafsil al-mushkilat allati wajjahtaha asna iqamatik. O'zingiz yashagan vaqtda davomida siz yuzlangan muammolarni tafsiloti bilan zikr qilishingiz kerak ekan. Utlub min al-idorat ittikhaz al-ijroat al-lazima li ta'widik. Va o'sha idoradan sizga kerakli ijrolarni qo'llashini, ijrolarni tutishini, sizni qoniqtirish uchun, sizni evazi uchun shu muammolarning sababidan sizga qoniqtirish uchun yana shunaqa ijrolar qilishini siz idoradan talab qilishingiz kerak ekan. Bu yerda tarjimasi yozilgan. Endi yuqoridagi mana shu xat topshirig'iga xat ko'ramiz. 10-iyun 2024-yil Toshkent shahri As-Sayyidul Mudir Abbas Kamal al-Muhtaram. Sayyid Mudir Abbos Kamol janoblari. Tahiyatan tayyibatan va ba'd. Sizga pok salomlar bo'lsin va ba'd debdi. Aktubu hadhihi ar-risalata li'u'abbira an istiya'i ash-shadid. Bu xatni o'zimni qattiq noroziligimni izhor qilish uchun yozmoqdaman. Istiya degani norozilik, va abbir izhor qilish, ta'bir qilish. Ismi Ali ibn Muhammad. Ismim Ali ibn Muhammad. وقد قمت بحجز غرفة في فندقكم عبر موقعكم الإلكتروني لفترة من لفترة من 9 من يونيو و16 من يونيو. اسمي محمد، اسمي علي ibn Muhammad. Men sizning elektron saytingiz orqali mana shu 9/06/24, ya'ni 9-iyundan 16-iyungacha bo'lgan vaqt davomida mehmonxonangizda xonani bron qilgandim. Kuntu mutahammisan liiqamati fi funduqikum bina'an ala ma tamma al-i'lanu anhu fi mawqi'in min khadamatin wasail ar-raha. Juda ham qiziqib ketayotgandim. Mutahammisan degan ichimga sig'may ketayotgandim, juda ham qiziqayotgandim liiqamati yashashga, sizni mehmonxonangizda yashashga qiziqayotgandim. U haqida xizmatlardan, dam olish vositalaridan bo'lgan e'lon, sizning saytingizda u haqida berilgan e'longa binoan.
ومع ذلك shu bilan birga للأسف afsus bo'lsinki صدمت بتجربة لم تكن كما توقعت. men o'zim kutmagan taassurotdan dahshatga tushib qoldim. وقد أزعجني عدم تطابق الخدمات المقدمة مع ما تم الإعلان عنه. va meni juda ham g'ashimga tegdi, menga yoqmadi. Xo'p, taqdim qilinayotgan xizmatlar u haqida e'lon qilingan narsaga mutobiq kelmayotganligi, mos kelmayotganligi meni juda ham jahlimga tegdi, juda ham bezovta qildi. Va huwa ma athara salban ala iqomati. Va bu narsa esa meni yashash jarayonimga salbiy ta'sir ko'rsatgan narsadir. Birinchidan, avvalan عند حجز الغرفة من xonani bron qilgan vaqtimda تأكدت من وجود خدمات الإنترنت internet xizmati Wi-Fi fil g'uraf xonalarda Wi-Fi xizmati borligini تأكدت ishonchimni komil qilib olgandim, ya'ni tekshirib olgandim. Va huwa amrun asasiyun binisbati li, bu men uchun juda ham asosiy vazifa. لأتمكن من إنجاز بعض الأعمال أثناء إقامتي. shu turish jarayonimda iqomat, ya'ni yashash jarayonimda iqoma degani o'sha yerda vaqtinchalik turish jarayonimda ba'zi ishlarimni bajarishga qodir bo'lishim uchun menga bu juda ham asosiy bir ishdir. ولكن عند وصولي lekin yetib kelgan vaqtimda تفاجأت بعدم توفر الواي فاي في الغرف. Wi-Fi larning yo'qligi, Wi-Fi lar bilan ta'minlanmaganligi, tavaffur ta'minlangan, adam tavaffur ta'minlanmagan. Ta'minlanmaganligidan, xonada Wi-Fi ta'minlanmaganidan tafajjatu, ya'ni shokka tushib qoldim, surpriz bo'ldi menga, to'satdan bo'lib qoldi bu narsa, kutmagan narsam bo'lib qoldi. Va majbur bo'ldim lil julusi fi radhati, va zalda o'tirishga majbur bo'ldim. لاستخدام الإنترنت ishlatish uchun. مما تسبب لي في إزعاج كبير وعدم راحة. وبو esa mimma, ya'ni minma degan bundan, bu narsadan esa hosil bo'ldi. Bu narsa menga sabab bo'ldi. Nimaga? Izajin kabirin, ya'ni juda ham katta noqulaylikka va rohatsizlikka menga sabab bo'ldi. Sanin, ikkinchisi, كنت أتوقع أن أحظى بإقامة هادئة ومريحة. وikkinchidan men juda umid bilan kutayotgandim, tinch va qulay yashash sharoiti bilan ne'matlanaman, shu bilan ta'minlanaman deb kutib turgandim. لكنني اكتشفت أن هناك أعمال بناء مستمرة في الفندق. lekin kashf qildimki bu yerda davomli ravishda qurilish bor ekan mehmonxonada. مما سبب ضجيجا كبيرا طوال اليوم. va kun bo'yi katta shovqinga sabab bo'lyapti. هذا أمر لم يذكر مطلقا عند الحجز. وبو esa bron jarayonida mutlaqo aytilmagan edi. ولم يتم إعلامي به مسبقا. oldin men xabardor ham qilinmagan edim. وكان له تأثير سلبي على راحتي وقدرتي على الاسترخاء بعد يوم طويل من الأنشطة. وبو esa men uyqumga, rohatimga, ya'ni dam olishimga va istirxo degan charchoqni chiqarish bo'lgan imkoniyatimga salbiy ta'sir ko'rsatyapti. kun bo'yi faoliyatlardan keyin, kun bo'yi qattiq faoliyatlardan keyin, kun bo'yi ishlarkan, shu faoliyatlardan keyin menga salbiy ta'sir ko'rsatyapti. إنني أعبر عن استيائي الشديد من هذه التجربة. bu ta'sirotdan men qattiq o'zimni noroziligimni bildiraman. وأشعر أنني لم أحصل على القيمة المتوقعة مقابل ما دفعته. men to'laganimni muqobiliga kutilganidek qiymat egallamaganimni his qilyapman. لذلك shuning uchun ham أطلب من سيادتكم, men janoblaridan so'rar edimki, النظر في هذه المسألة بجدية. bu masalaga jiddiy yondashishingizni so'ragan bo'lar edim. وأود أن أطالب بتعويض مناسب va munosib qoniqtirish evaz ham talab qilishni xohlayapman. إما من خلال الاسترداد جزء من مبلغ, yoki bu mablag'ni bir qismini qoplash bo'lsin, al-madfu to'langan mablag'ni bir qismini qoplash bo'lsin. أو تقديم خصم على الإقامة, yoki yashash sharoitiga chegirma taqdim qilish bilan bo'lsin. آمل في أن يتم التعامل مع شكواي بجدية. men shikoyatim bilan muomala jiddiy bo'ladi deb umid qilaman. وانتظر ردكم في أسرع وقت ممكن. va mumkin qadar tezroq vaqtda javobingizni kutaman. أتطلع إلى تحسين تجربتي في الإقامة في فندقكم مستقبلا. va ko'zlayapman yanada ta'sirotimni yaxshilashni kelajakda sizning mehmonxonangizda yashashdagi ta'sirotimni yanada yaxshilashni umid qilaman, kutaman, shuni ko'zlab turibman. shakiron husna taawunikum va ihtimamikum bil mavdu. sizni
qo'llab-quvvatlaganingiz va e'tiboringizning go'zalligiga, mavzuga bo'lgan e'tiboringizning yaxshiligi, go'zalligi rahmat aytib, tafaddalu bil qubul fawaiqil ihtirom. Hop, faiqil ihtirom ekan, ehtirom kuchi yuksak ehtirom bilan qabul qilishingizni marhamat qilib qabul qiling. Ali ibn Muhammad yozyapti ekan xatni. Hop, albatta iboralar ham muhim. Shikoyat xat yozayotganingizda bu yerda shikoyat xatida ko'pincha qisqa salomlashish tavsiya qilinadi, lekin assalomu alaykum va rahmatulloh deyishingiz ham mumkin. Bu yerda salomlashishga ma'lum bir iboralar taqdim qilyapmiz. Keyin esa albatta muqaddima va xat yozish sababini keltirib o'tasiz. Masalan, qanday muammoli xat yozayotganingizda muammo yozasizdan qanaqa qilib yondashsangiz bo'ladi boshida. Mana bu yerda 3 ta emas 4 ta ekan, 4 ta berilyapti. Misol uchun aktubu hadhihi risalata li alfita intibahikum ila mushkilatin hadathat ma'i. Men bilan sodir bo'lgan muammoga e'tiboringizni qaratishingiz uchun bu xatni yozyapman. Bu shunaqa muammo. Misol uchun bundan bittasini yodlab olamiz. Rasmga olasizlar, screenshot qilib olasizlar. Mana bu yerda muammoni sharhlash, keyin esa albatta muammoni sharhlashga kirishasiz. Bu muammo mana shunaqa bo'ldi, men foydalanganimda bunaqa, har xil narsa muammo yuziga kelishi mumkin. Misol uchun, lil asaf, afsus bo'lsin, kanat hunaka iddatu mushkilatin taj'aluni ghayra murtahin. Meni noqulaylikka sabab bo'lgan, mendagi noqulaylik tug'dirgan ba'zi muammolar bor bu yerda, afsus bo'lsin degan ma'noda muammolarni sharhlab ketar ekansiz. Keyin birinchidan bu muammo, ikkinchidan bu muammo deb muammoni tafsiloti bilan keltirar ekansiz. Masalan, vajjahtu ba'dul mashakil, ba'zi bir muammolarga yuzlandim, ala sabilil misal, misol uchun deb muammolarni aytasiz. Masalan, ma asara istiyai bi shaklin xosin huwa, meni xos ravishda jahlimga tekkan narsa, noroziligimga sabab bo'lgan narsa bu deb o'sha narsani yozar ekansiz. Xo'p, chora-tadbirlar talab qilishingiz uchun ba'zi bir iboralar bor. Masalan, arjun nazara fi hazihi al-mas'alati bi'inayatin va ittikhazir qaroran lazim. Bu masalaga e'tibor bilan yondashishingizni va kerakli qarorni qabul qilishingizni so'rayman degan ma'noda chora-tadbirlar talab qilishingiz mumkin ekan. Va yoki yechim ham taklif qilishingiz mumkin ba'zan. Misol uchun, sayakunu minal munasib an yatimma, tashkillashtirilsa munosib bo'lardi deb aytar ekansiz. Misol uchun, ayyatimma, misol uchun boshqa nima tashkillashtirish mumkin? yoki e'lon berib qo'yilsa, masalan, boya aytdik, sayakunu minal munasib ayyatimmal i'lanu anhu musabbaqan. Oldin e'lon berilsa yaxshi bo'lardi deb qo'yar ekansiz. Mana yuqoridagi xatga misol tariqasida keltiradigan bo'lsak, minnatdorchilik va ehtirom bildirib qo'yasiz oxirida, shukron ala ihtimamikum bil amr deb misol uchun. Bu yerda yana boshqalari ham bor. O'zingiz xohlaganingizdan yodlab olib ishlatishingiz mumkin. Keyin oxirida esa imzo deymiz buni, ya'ni o'zingiz ismingizdan oldin biror bir yaxshi tilaklar bilan ma xolis tahiyyat, masalan, eng xolis salomlar bilan deb yoki shukron va taqdiron deb o'zingiz ismingizni yozib qo'yar ekansiz. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Ma'assalama fi amanillah.